O'zbek sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochildi. Gulshan Alimardonova O'zbekiston tarixida karate bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan birinchi ayol bo'ldi. Qohira shahrida o'tkazilgan jahon chempionatida hamyurtimiz iste'dodli karatechi Gulshan Alimardonova 50 kilogramm vazn toifasida jahon chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Bu g'alaba Gulshanning nafaqat shaxsiy yutug'i, balki mamlakatimiz karatechi qizlari uchun ham burilish nuqtasi bo'ldi. Sportchimiz o'z yo'lida barcha raqiblarini ishonchli tarzda mag'lub etdi va irodasi, shijoati va texnik jihatdan mukammal harakatlari evaziga finalda g'alaba qozondi. Ushbu g'alaba natijasi O'zbekiston ayollar karatesi tarixida birinchi jahon chempioni sifatida qayd etildi. Ilgari bunday yuqori natija faqat umumiy yo'nalish bo'yicha erkaklar o'rtasida qayd etilgan edi. Gulshan erishgan yutuqlar mamlakatimiz sportchilarining xalqaro maydonlarda o'sib borayotgani, o'zbek sport maktabi faoliyati samaradorligi, ayollar sportda salohiyati yuksak ekanini yana bir bor tasdiqladi. U shuningdek 2 karra qit'a chempioni hamdir.